Assalomu alaykum qadrdon kuzatuvchilar. Navbatdagi 8 ta eshigimizni o'rnatib berdik. Yil oxirida so'nggi zakazlarimizdan desak ham bo'ladi. 8 ta eshigimizni o'rnatgan joyimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Nilufar to'xonasidan kirganda Jo'l Mufayda bo'lyapti. 2 etajli uy o'rnatildi. Juda ham sifatli, ideal holatdagi original krashin eshiklarimiz ko'rishingiz mumkin. Yaqindan ko'rsatib o'tamiz sifatlarini. Xo'p, akalar buni zamoglari bir-biriga fasoniga ham, eshik rangiga ham mos qilib tanlangan. 4 tadan qalin oshmoshlar qo'yilgan. Klassik mahsulotlarni ko'rishingiz mumkin. Zo'r holatda sepilgan. Juda ham tiniq, sifatli holatda chiqqan. Xo'p, bu tomonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Akalar eshiklarimiz afishkalari bilan bo'lgan. Orqa tomonda taborlari bilan komplekt holatda tayyorlab o'rnatib berdik. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Xo'p, akalar eshiklarimiz dabor afishkalar bilan bo'lgan. Bu arzon eshiklarga solishtirmaysizlar. Bu afishka uni qalin original nalishliklarda o'zi 800 ming 700 ming so'm bo'ladi. Bozorda eshigi esa 600 ming so'm bo'ladi akalar. Bu eshikda o'zi alohida narsa akalar. Xo'p, orqa tomonlari, old tomonlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bu xonaga aboylari bo'lgan. Bitgan ekan. Mana aboylariga juda ham mos holatda tushgan, sifatli holatda. Oppoq rang bilasizlar, eng oldi rang bo'lyapti. Xohlagan aboyga, patologga, polga ranglari tushib ketaveradi. Yopilish holati ham zo'r holatda. Kimga shunaqa original sifatli yengil eshiklar, romlar zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Vodiy Toshkent bo'ylab, Toshkent tumanlari bo'ylab dastavka, ustanovkalarimiz bo'ladi. Bitkazish xizmatlari ichida bo'ladi. Voha viloyatlarga kelishgan holda bo'lyapti. Eshiklarimiz narxini aytib o'tib ketamiz akalar. Eshigimiz narxi 4 million so'mdan bo'ldi. Original nalishliklari bilan, daborlari bilan, qalin daborlar bilan, ustanovkalari bilan tiniq holatda bo'ldi. Kimga shunaqa sifatli eshiklar zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Kuzatishda davom etasizlar. Bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab zarur odamlarga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.